Hammaga assalomu alaykum. Bugun yana bitta video qo'ymoqchiman shu holatlar haqida. Instagramda videolar ko'rib qoldim. $500 oylik berar ekan, yashash joy, pitaniyani o'zinglar qilasizlar ekan degan shunaqa videolar chiqib ketibdi. Bizda unaqa emas. Bizda yashash joyimizni berdi, besplatniy yashash joyimizni berdi. Yashash joyimizda hamma narsa bor. Gaz plitalar, tefal, kir mashina, холодильник, mikrovolnovka, xullas pitaniyalar hamma narsamizni olib kelib berishyapti, qilishyapti. Oyligimizni shu eng kami 800 deyishgan edi, lekin hozir bizga aytishdi, shunaqa $1000 dan $1,500 gacha bo'ladi deyishdi. Anaqa ish vaqtimiz ham ko'p emas ekan. Ertalab 8 dan 11 gacha ishlaymiz ekan, obedga 11 gacha. Obeddan 11 dan kechki payt 7 gacha dam. 7 dan 8 gacha yana ish bo'lar ekan, kechki tomon. Endi beda soat 11 da qorong'i tushyapti. Hozir yoz kunlarida shunaqa. 8 gacha ish, undan keyin dam. Xatnoylarga xohlasanglar ishlaysizlar. Agar xatnoy kuniga ishlasanglar 2 barobar oylik beramiz deyishdi. Endi 2 barobar o'sha kunlik kuniga $30 dan tushayotgan bo'lsa, $50 dan qilib beradi, $60 dan qilib berishadi. Bayram kunlariga, masalan Belarusning bayram kunlariga shu kunlik to'lov ham 2 barobar bo'lar ekan. $30 olsangiz $60 qilib berar ekan. Yana aytishdiki, agar shu soat 11 dan 7 gacha bo'sh vaqting bo'ladi, shu vaqt ichida yana qanaqadir ishlarni qilgin kelsa, xohlaganingcha ish qil, hammasiga to'lovni qilib beramiz deyishdi. Endi yaxshi, masalan, ishlayman deb kelgan odam, ishlayman desa, normalniy pul topsa bo'ladi. Bir kunda 2 martadan xabar olishyapti, nima kamchiliging bor, nima bor, nima muammo bor, hammasini hal qilib beramiz deb kelishyapti. Endi bizda shunaqa, menda aniqrog'i bir ikkita videolarni ko'rdim. Ularda ham yozishibdi, shunaqa muammolarimiz hal bo'lyapti deb. Endi hal bo'lmayotganlari ham bor. Ozroq oylik yashash joylarida muammolari borlari ham bor ekan. Endi ularda ham hali to'liq xabarimiz yo'q. Hammasi hal bo'ladi deyishyapti. Hammanikini hal qilib, chiroyli qilib, oylik qilib yashash joylari. Hozir video chiqyaptiki, Belarusga keldik, $500 pul beryapti. Uyga qanday jo'natamiz, kamlik qiladi. Siz nech pulni orzu qilgansiz? Belarus unaqa oshib ketgan davlat emas. 16 yil Rossiyada yashaganman. Belarusni o'zi Rossiyaga kelib ishlaydi. Ayollari hozir Yevropaga borib ishlayapti. Siz nech pul orzu qilib nimani hayol bilan borgansiz? Men hayronman. Qaydinglar orqaga, asta-kina. Ishqilib biletga pul bermagan bo'lsangiz bo'ldi. Bilmadim, boya bittasi gapirdi, hokim chiqib gapirib o'tdi, Belarusga bir balo dedi. Bir gala o'zbekistonliklar forma kiygan. Men o'yladim, Belarusga bir sportivniy bir bolaga boryapti deb o'ylabman. Bular ishga boryapti ekan. Shu O'zbekiston, по-моему, migrant eksport qilishdan boshqa hech narsaga yaramaydi-ku. Xafa bo'lmaylar lekin. Hamma joyda migrant bo'lib yuramiz, men o'zim ham migrant. Если что. Tavba qilib, orqaga qaytinglar, Belarusda ish yo'q. Belarus o'zi oshib ketgan davlat emas. O'zbekistonda shu oyligi topasiz. Mana $100 kam topasiz, zato yotog'i, yeyari, ichari unaqa narsalaringiz yo'q-da. Muammolar, uydan uzoq, bolalardan uzoq. Bilmadim lekin.